Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar. Albatta mana shunday fayzli dargohga tashrifimizning asl maqsadi yig'ilib turishimizning sababchisi bo'lgan onajonimiz Nodira ayajonimizni tabriklash uchun kelganmiz. Bitta chiroyli qarsaklaringiz bo'lsa onajonimiz uchun. Onajon assalomu alaykum. Sizni tabriklab keldik. Faqat topishingiz kerak kimdan kelganligingiz. O'zi ko'nglingiz sezyapti kimdan kelganligingiz. Kim deb o'ylaysiz? Kim mana shunday xursandchilik kunda sizni mana shunday noodatiy tarzda ko'nglingizni ko'tarmoqchi? Kim deb o'ylaysiz? Qarsaklar bo'lsin azizlar. Haqiqatda barcha farzandlar sizni ko'nglingizni ko'tarishga harakat qilyapti. Birinchi galda mana shu yerda Laylo opamiz, qolaversa Sherzod akam, Shahlo opam, Ro'za opamiz, Hayot opamiz, nabiralaringiz, Chehrozjon, Shehrozxon, albatta Navruzbek, yaqinlaringiz, mana shu yerda jigarlaringiz barchalik albatta sizni xursand qilishga harakat qilyapti. Biz opam bilan gaplashdik, akam bilan, opalarim bilan gaplashdik. Qanaqangi so'zlar ol yetkazib qo'yaman deganimda, birinchi galda bizning onajonimizga, mehribonimizga juda ham qattiq yaxshi ko'rishimizni yetkazib qo'ysangiz, ayjonim juda ham yaxshi ko'ramiz. Borliklariga shukr qilamiz. Borligi biz uchun jannat. Mana shunday onani, mana shunday insonlarni farzand ekanligimizdan faxrlanamiz albatta. Onajonim sog' bo'lsin, endi rohatimizni ko'rsin. Dunyo turgancha tursin onajonim, bu hayotda bizni hamdardkashimiz, sirdoshimiz, dugonamiz, ustozimiz kim kerak bo'lsa barchasini biz onajonimdan topganmiz. Mana shunaqangi mehribon insonni farzandimiz albatta. Rahmat aytamiz har doim. Biz o'zga xonadonda ham o'zimizni baxtimizni topishimizga sababchi inson onajonim. Barchasi uchun rahmat aytamiz. Bergan tarbiyalari uchun, bizga qilgan barcha yaxshiliklari uchun, mehr uchun rahmat aytamiz. Ayjonim baxtimizga doimo sog' bo'lsin. Omon bo'lsalar bo'ldi. Bizni duoga o'yimiz, bizni duo qilib tursalar, ana shu o'zi biz uchun baxt. Sog' bo'lsin har doim. Juda ham yaxshi ko'ramiz. Akam aytayapti, ko'chada ishda yuraman, qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar omadliman, barakaliman. Allohga shukr, baxtlimiz. Buning sababchisi albatta onajonim bizni tinmasdan duo qilib turganligi uchun. To'g'ri, boshida bizda ko'p qiyinchilik kunlar, mashaqqatli kunlar bo'ldi, lekin hech birini bizga ko'rsatmasdan, o'zini orzu-havaslaridan kechib faqat bizni yaxshi yashasin, bolalarim hech kimdan kam bo'lmasin deb biz uchun harakat qilgan meni onajonim bu hayotda. Sog' bo'lsin har doim, omon bo'lsin deya albatta sizga o'z rahmatlarini aytyapti barcha farzandlaringiz. Ilohim mana shu farzandlarning baxtiga doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz uchun bir she'r o'qib bermoqchiman, bu sizning barcha farzandlaringiz nomidan albatta. O'stirdingiz birovlardan kam qilmasdan, bolam deya ko'zimizni nam qilmasdan, yashadingiz bizlarni deb tan bilmasdan, onajonim boringizga shukronalar. Xonadonim fayzi bo'lar savlatimsiz, dunyolardan topib olgan davlatimsiz, farishtamsiz, yagonamsiz, jannatimsiz. Onajonim boringizga shukronalar. Alloh jonim omon etar siz bo'lsangiz, tashvishlarim uzoq etar siz bo'lsangiz. Biz farzandlaringizni, nabiralaringizni boshimiz ko'klarga yetar siz bo'lsangiz. Onajonim, mehribonim boringizga ming shukronalar deya albatta mana shu she'r sizning farzandlaringiz nomidan. Chiroyli qarsaklar bo'lsin azizlar farzandlar uchun. Onajon sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana shunday bayramlar, xursandchilik kunlar bardavom bo'lsin. Ilohim kelgusi yillarda ham mana bundan ham chiroyli tantanalar qilib, albatta sizni xursand qilishlik farzandlarga bizga nasib etsin ilohim. Yana bir tabriklaymiz. Yana bir farzandlarni yaqindan taklif qilamiz. Onajonimiz yuzlardan o'pib, bag'ringizga bosib tabriklab qo'yasiz albatta. Bugungi bayram barchaga muborak bo'lsin. Ana marhamat, kelinglar. Borligingiz ona hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Billasalar qabul qilsin. Muborak bo'lsin.
Odamlarni eshigida zorlanishlar, muammolar girdobida xo'rlanishlar. Ko'rib qo'ysin ko'ksim turgan shum tanishlar. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'kni tutib ketar edi nidoyingiz, ajinlarga yashiringan chiroyingiz. Ijobatin qo'pib barcha duoyingiz. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Endi guldi kulib tursin yuzlaringiz, nurlar sochib yashnasin juft ko'zlaringiz. Xizmat qilar sizga o'g'il qizlaringiz. Yaxshi kunlar mana keldi onam. Hammasi borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas.